Hozir buni Ohangaronga olib borib ralli qilamiz bu. Qani 180-200 ga chiqami yo'q, tekshiramiz. Assalomu alaykum do'stlar, mana Deutz-Fahr traktorimiz 86 kishilik 5 kabina traktorimiz Germaniyadan keltirilgan. Dalada ozgina yong'in ketib, traktor soz holatda emas, juda qiyin ahvolda olib kelingandi. Bizning kuchli mutaxassislarimiz tomonidan 3 ish kunida buni to'g'rilab, cho'tki qilib, soz holatga keltirildi. Gap isboti bilan agar soatda ishlamasa, bitta like bosmaysizlar. Traktor tayyor, xudo xolasa buni kapotlarini qo'yib, balonlarini yig'amiz. Xudo xolasa cho'tki ahvolga keltiramiz. Bitta mo'ykadan keyin buni ahvolini tomosha qilasizlar. Traktor xudo xolasa nahadu holatga keldi. Sardor bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Xohlasa haydab ketsin. Xohlasa evakuator chaqirsangiz ortib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kuchli mutaxassislar tomonidan sizlarda ham Liboy texnikalar, John Deere, Class, Deutz-Fahr, Case, Solis, Farmland traktorlari, barcha turdagi inomarka traktorlarini remont qilib beramiz. Motor qismi, gidravlika qismi, ходовой qismi, бортовой qismi, xohlagan qismini diagnostika qilib, kompyuterlar bilan даже Jaguar Class kombaynlarida ham Dominatormi, qanaqa kombayn bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaveringlar yoki telefon nomeri yozinglar, o'zimiz aloqaga chiqib, borib O'zbekiston bo'ylab servis xizmatlarida o'tab beramiz. Bundan tashqari zapchastlarning hamma turlari bor. Bo'lmagan taqdirda ham 3 kunda Liboy zapchast olib kelib beramiz. Yoqqanlar bo'lsa bitta like bosib, kommentariyaga plus belgisini qoldirib ketamiz.